Shimkentdan chiqqandan keyin Rappa zapravkasi bor. Vaqti cho'tka qilib qo'ygan bu joyda. Asfaltlarini, kengliklari joyda dam oladi. Endi shu bilan sekin granitsaga qara. Akbar Ali ham shatda. Allohim mehribonda. Biz kelishimizga mana yomg'irlarni ham og'dirib yubordi. Havo hozir Chimkentdan chiqqanda shunaqangi siyab turadi. Bu yoqqa qazi qurt beraveradi. Qazi qurt. Mayskida o'chirtlar Fitfilionta. To'g'ri? Fitfilionta. Bu живой o'chir, onlayn emas. Uyingga kiradiganlar shunchalik juda ko'p. Bu joyda razvorot ulardi, o'sha razvorotdan ham o'tib turibdi. Bu yog'ida hali stankada qancha mashina bor. Bu joyda o'chirtlari kelmagan mashinalar. O'zbekiston tarafiga o'tishga Mayskida o'chirtlari kelmagan. Onlayn o'chir misol uchun 30-chislovga olganlar 29-da qo'ymaydi, 30-ga o'tar kechasi qo'yadi. Shular shu joyda yotibdi. Birinchiga olganlar bor buning ichida. Hozir bilishimcha 3 yo 4-chislovga olinyapti. Iyulga. Onlayn o'chirlar chegaradan o'tib olishib qo'yapti. Shuni endi kelishi shu joyda 1-2 kun kutishadi endi. Mayli sabr. Hamma granitsa ham shunaqa. O'chiritlar ko'p. Maqtaral. Maqtaaral. O'zbekcha taomlar tabiatda. Chaprovka bo'ladi kunduz. Yaqinda shu joyda yangi asfalt qiluvdi. Tramplin bo'lib ketibdi-ku, kalya bo'lib. Tramplin. Abaydagi SOE kontrolga yetmasdan yangi asfalt qiluvdi. Og'ir tunni bo'lganidan keyin qiynaganda, mayli. Sabr. Bu yerda narusheniya deb chiqyapti-ku, lekin ishlamayaptimi, SOE kontrol ba'zi birlar ishlaydi deydi, ba'zi birlar ishlamaydi deydi. Bizgilarda narusheniya deb chiqyapti. Ayrilmada Ikbalali Tarozga kirib ketdi. Taroz qiladi ekan, avtobus qiladi ekan. Buni Tarozni ko'rsatmayapti-da. Hop. Men esa Roza Aziya neftdan salarga quyaman. Doim quyadigan salargam bor. Roza Aziya neft o'sha joydan salarga quyaman. Issiqlik o'ta darajada yuqori. Roza Aziya neft. Zapravka doim quyaman. 315 ekan. Hamma shu yerdan quyapti. Roza Aziya neft. Roza Aziya neft. Doimgidek salarkani baklashga olib. Roza Aziya neft. Buni reklama boshqa bas. Pastiyani qo'yaman. Har doimgidek zo'r. Litraji, probegi и rangi ro'yi, hid xushi. Bu patkrel yo'l chatoqligida chiqib ketdi. Sandiqqa tashlab qo'ydim. Endi sekin qo'yib olamiz. Xolodilnikka, zapasga, xolodilnikka, zapasga qo'yiladi. Lekin bor O'zbekistonga yaqin keldim mana. Vashshi issiq. Jarka deydi-ku. O'ta darajada yuqori. 42 mi bo'lyapti shekilli hozir. Tablo 41-42 ko'rsatyapti. Vashshi yuqori. Issiqlik. Mashina ham dotda boryapti-ku. Issiqlikda. Salargalarda quyib endi bu tarafi ketdik. Ilichovkaga qarab. Atamagan Ilichovka, Sirdaryo. Yallamaga qarab yurmadik, shu tarafga qarab yurvordik. Yallamadan 5-6 kilometr o'chir bor ekan. O'chirtlar Ilichovka, Atamagan. Bu yerda ham ko'p ekan. Yaqinda keldik. Orqamizda ham paydo bo'lib qoldi. Anchagina bor. Xolos o'tib ketamiz endi. Akbarali orqamda. Erta tongda O'zbekistonga ham o'tib bordim. O'zbekistondan Qozog'istonga o'tish ham o'chirt
salgina yig'ilib qoldi, bunchalik ko'p emas. Yaxshi, lekin Qozog'istondan O'zbekistonga ham tez fursatlarda o'tdik.